Saflan! Voy o'lay. Saflan! Shomil aka, nima bo'lyapti? Dadam voyinnidan pensiyaga chiqqan. Komanda berishga o'rganib qolgan. Xo'p deb turaver, xo'p. Tarqal! Tarqal! Tushunmadim askar bu yoqqa. Nima senga adin taklifnoma kerakmi, ha? Ha, uzr dadajon, men Dadangiz uyingizda bo'ladi. Astavet qaytarilsin. Kelin uchun hamma o'ntada anjumani. Kelin uchun. Qil, sassiq askar, qil. Asabga tegma, sassiq. Sen bu bolang bor, turay. Sen ham bolang homilador bo'lsan. Rotta, подъем! Подъем! Qayerda yursan? Ana ona qilyapti. Nimani aniqlayapsan? 14 sekundda kelishing kerak edi. Kelin qani? Tushunmadim, kelin necha sekundda kelyapsiz? Ha? 13 sekundda askar mana shu yerda bo'lish kerak. dada bo'yandimda. Gap qaytarmaydi askar. Kelin uchun hamma presidaniya 10tada o'tirib turamiz. Hey, bil. Sen o'tirma, bolang bor. Sen bolang bor debman. Kelin Ruslan. Nima qilyapsiz? Dada kiryapmi? Qo'lda yuviladi, tushundingizmi? Bunga qancha ko'p kir yuvsangiz, shuncha eskirib qolishi mumkin. Bundan keyin qo'lda yuvasiz, tushundingizmi? Dadajon, nimaga? Buyruq bajariladi, muhokama qilinmaydi, askar. Yomon qilaman lekin, borasanga tegmanglar. Qomat, Ruslan! Nima qilyapsiz, kelin? Xaldingning eshigini ochib turmaydi, u buziladi, kelin. Xo'p, dadajon. Xo'plamang menga. Xo'plab hamma ishni qilyapsiz-ku. Dada, bo'ldi-da endi. Men ataylabdan Larettoni sifatli texnikalardan olib kelganman. Bular uncha-munchaga buzilmaydi, dada. Chunki Italiyani texnologiyasida ishlab chiqarilgan. Motoriga 10 yil, servis garantiyasi 3 yil. Dada, bechara keliningizni ham qiynavordingiz. Maza qilib ishlatsin shu Laretto texnikalarni. To'g'ri aytasan, bola. Bechora kelinimni ham qiynavordim. Bu ham birovning qizi. Bo'pti, kelin. 10 ta arjumani qiling, 15 marta o'tirib turing. Sen 20 ta arjumani 15 ta o'tirib turasan. Dada? Dadang ko'chada bo'ladi, buyruq bajariladi, muhokama qilinmaydi. Voy dadasi. Nima dadasi? Bor turnikka tortin dedim senga, turnikka bor. Dadajon, men nima qilay? Sen erkak bo'l. Sen erkak bo'l. Cross bugun senga 3 kilometr. bo'ladi. Yo'q, men erkak. Voy, sen